Tez kunda tomosha qiling. Megago'da Koryo-Kidan urushi yangi koreys seriali. Kostyumli, ijodiy jihatdan yaxshi ishlangan tarixiy seriallardan biri. Sizga albatta yoqadi. Milodiy 10-asr boshlari Sharqiy Osiyoda Kidanlar hukmronligi kuchayib ketdi. Xuddi dovuldek yopirilib atrofdagi yerlarni birin-ketin zabt eta boshlashdi. Chaqqon va kuchli otliq qo'shinlari tufayli Bahayni bosib olib, Liaodondan to Mo'g'ulistongacha bo'lgan yerlarda o'z imperiyasini barpo etishdi. Kidanlar Sun sulolasi qo'shinlaridan ham kuchliroq armiyasiga ega bo'lib, Sharqiy Osiyoning mutlaq harbiy qudratiga aylanishdi va ularning keyingi nishoni Koryo bo'ldi. 1019-yil. Jang to'sig'i yurmayapti. Dushman otliq jangga kiryapti. Himoyani yorib o'tdik. To'rt burchak shakl. Tuzoqqa tushgan o'ljaga o'xshashadi. Yetar, ikkinchi piyoda bo'limini yuboring. Yoriqdan foydalanib, Koryoning asosiy qo'shinlariga zarba beramiz. Koryoni yo'q qiling. Tushunarlimi? Yo'q qiling. Koryoni yo'q qiling. Uring ularni! G'alaba qozonadi. Koryo chekinmaydi. Koryo g'alaba qozonadi. Koryo chekinmaydi. Koryo g'alaba qozonadi. Koryo chekinmaydi. Qo'mondon, otliq askarlar yetib keldi. Otliq askarlar! Otliq askarlar jangga! Hamma askarlar jangga! Nega tovush baland? Bu yoqqa kiring. Yog'och ostini tekshiring. Hop! Nimalar qilyapsiz? O'zingizni kim deb o'ylayapsiz? Qoching. Chetga o't. Yo'q. Hoziroq. Nimalar qilyapsiz? Hoziroq bas qiling. Buni chetga oling. Xo'p, xonim. Koryo-Kidan urushi. Ushbu serial Megago platformasi uchun Shavik Sound studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Dildora Qahhor, muharrir Zilola Rahimova. Dublyajda artistlardan Hojakbar Komilov, Boyir Xolmirzayev, Abdulhay Otaxo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Shahobiddin Bobonazarov va Elbek Mirzohidov ovoz berishdi.